Mana Shoir opamizga sovg'alarimizni topshiryapmiz. Bugungi o'yinimizda shu go'sht mashinasini yutib olibdi. Tabriklaymiz Shoir opa. Bundan ham ko'p ulug'roq vajlarda yutib olishga harakat qiling. Xudo xolasa keyingi o'yinlarimizda omad tilayman sizlarga. Endi bir xulosangizni aytib bersangiz. Yaxshi suvlari hamma olib ichamiz. Haqqani ekan ava. Astlifit chaqirdi, keldim, olib ketaman. Rost ekan ana. Rost o'yin. Tabriklaymiz yana bir marta. Rahmat. Yaxshi kunlaringizga ishlating. Rahmat. Mana bugungi o'yinimizning g'olibi keldi. Bilusiz yutib olibdi. Tabriklaymiz Aliga. Yaxshi kunlaringizga xizmat etsin. Tabriklaymiz. Endi o'zingizning bir xulosalaringizni aytsangiz. Xulosamiz 15 ochilgan 15 yil bo'lgan chiqar. Sudan ichamiz. Mana shu o'yinda o'ynadik. Haqqani ekan, yutib oldik. Katta rahmat sizlarga da. Hammangizga. Hammaga tavsiya etasizmi? Hammaga tavsiya etaman. Yaxshi kunlaringizga xizmat etsin. Mana bugungi o'yinimizning g'olibi keldi. Tabriklaymiz Baxtiyor aka. Shu kir mashina yutib olibdilar. Yaxshi kunlaringizga ishlating. Bundan ham katta sovg'alarni yutib olish nasib etsin yana bir marta. Endi bir o'yinimiz haqida taassurotingizni so'ylab bersangiz, ha? Mana shu Nur kafedan постоянно klientimiz. 15-16 yildan beri suvni olamiz, suvdan suv ichamiz. Juda yaxshi suvlar ham. Hamma omad tilayman, hamma o'ynasin shu o'yinda. Siz rostdan haqiqatmi ekan? Haqiqat ekan. Olib ketib qoladi. O'yin haqiqat ekan. Bundan ham ko'proq ishga tavsiya etaman. Xalqlarga tavsiya etasiz. Hammaga tavsiya etaman. Tabriklayman yana bir marta. Mana bugungi o'yinimizda o'yinimiz ishtirokchisi Suray opa, tabriklaymiz. Fen yutib oldingiz. Hozir mana Kazbiyaga suvchimizga topshiryapmiz. Bundan ham katta sovrinlarni Xudo xolasa keyingi o'yinlarimizda yutishga harakat qilasiz. O'zi suvchimizdan dastavka qilib berib turamiz. Tabriklaymiz yana bir marta. Mana bugungi yutug'imizda chaynak yutib olibdi. Chicha chaynak bilan tabriklayman. Bundan ham ulug'roq kattaroq sovg'alarni Xudo xolasa yutib olishga harakat qilasizlar. Dilmat aka, siz ham tabriklayman. Mana shunday chaynaklar bilan tabriklayman. Endi suv haqida bir nelaringizni aytasiz chicha? Suvlardan yaxshi, havo, O'yinimiz haqqoniy. Shu mana yutuqlarni ko'pini qo'yibdi, o'ynaveringlar, yetaveringlar. Rahmat. Sog' bo'ling. Mana bugungi o'yinimizdan ham yana Dilmat aka, yutuqlari chiqib ketgan Dilmat aka bilet deb chiqdi. Tabriklaymiz. Fen yutib olibsiz, ha? Fen yutib olibdi. Xudo xolasa bundan ham katta sovg'alarni yutib olish sizlarga nasib etsin. Tabriklaymiz. Yaxshi kunlaringizga ishlating. Endi bir ozroq qisqacha bo'lsa ham o'yinimiz haqida bir so'ylab bersangiz, ha? Mana rost ekan, bizlar oldik, o'ynadik, o'tdik, sizlar ham o'ynanglar, olinglar. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Mana bugungi o'yinimizda yana gaz plitasini yutib olibdi. Rahatay opamizning nomidan keldi o'g'illari. Tabriklaymiz. Bundan ham yaxshi sovg'alarni, endi bu eng yaxshisini yutib oldingiz-ku. Bundan ham ulug'roq sovg'alarni yutib olishga harakat qiling.